Baylar, maniki qancha bo'ldi? 301 ming bo'ldi. Chiroyli qizlarga skidkamiz bor. 300 ming beraverasiz. Hazil ham o'qib qo'yarkansiz. Voy, pulim mashinada qolib ketibdi. Mashina olib chiqishi bor-ku, o'shda to'layveraman. Mayli. Chiroyli qizlarga yod olmayman-da. Rahmat. Charchab qolmadingizmi? Yo'q, charchaydigan ish bo'lmadi-yu. Voy, pulim uyda qolib ketibdi. Men shu atrofda turaman. Yuring, uydan berib yuboraman. Mayli, unda keyin tashlab ketarsiz. Tashlab ketgim kelmayapti-da. Narsalarimni ham olib chiqib borardingiz. Unda uydan kimnidir chaqira qoling, birato'la pulni ham olib keladi. Hech kim yo'q-da. Yolg'iz yashayman. Yolg'izlarga yordam berish kerak. Siz ham rosa ovora qildimi? Yo'q, ovorasi bormi? Pulini bersangiz bo'ldi. Mana narsalaringiz, bu yoqqa o'zingiz olib kirib olarsiz. Yuring, muzdagina kompot qilib qo'yganman, tatib ketasiz. Endi to'xtang. Keling, namlik qilmasdan ochiqchasiga gaplashib olamiz. Kompot bilan rachot qilib yubormoqchimisiz? Xotiramning puliga qo'shib beraman. Unda mayli, qani bir kompotizda. Xotin? Sen atilab uyushtirdingmi? Sen noto'g'ri o'ylayapsan. Magazinda narsalarni pulini uyda olib beraman dedi. Shunga keldimmi? Uyda beraman desa kelaverasizmi? Ha? Pulga qo'shib beraman dedi.